Salom, men Dr. Mukesh Pandey, Hindistonning Faridabad shahrida joylashgan Asian Institute of Medical Science shifoxonasining neyrojarrohlik bo'limi direktori hamda rahbariman. Men 18 yillik neyrojarrohlik tajribasiga egaman. Bizning kasalxonamiz neyrojarrohlik uchun eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Mikroskop, miya va umurtqa pog'onasi uchun endoskop, umurtqa pog'onasi uchun tubulyator jarrohlik, eng so'nggi Medtronic navigatsiya tizimi, o'simtalarni xavfsiz olib tashlash uchun. Shaxsiy tajribam haqida aytadigan bo'lsam, so'nggi 18 yil ichida 7000-8000 dan ortiq neyrojarrohlik amaliyotlarini bajarganman. Jumladan, umurtqa va miya operatsiyalari, miya o'simtalari jarrohligi, DBS operatsiyalari, endoskopik umurtqa jarrohliklari. Men O'zbekistonga 12-13 martadan ko'proq tashrif buyurganman va biz u yerdagi bemorlar bilan konsultatsiyalar o'tkazganmiz. Ishonchim komilki, barcha bemorlarimni ahvoli juda ham yaxshi, sog'ayib ketishgan. Ular bizni har doim ko'rishsa juda ham xursand bo'lishadi. Miya o'simtasi nima va u boshqa o'smalardan qanday farq qiladi? Odatda tana boshqa qismlaridagi o'sma haqida gapirganda biz saraton haqida gapiramiz, lekin miya o'smalarida ham saratonli o'sma hamda yaxshi sifatli o'sma bo'lishi ham mumkin. Miya o'smalari 4 asosiy darajaga bo'linadi. Garchi minglab turdagi o'smalar mavjud bo'lsa-da, ularning barchasi 4 ta asosiy sinfga ajratiladi. Birinchi daraja bu yaxshi sifatli o'sma. Agar butunlay olib tashlansa, qaytib kelmaydi. Ikkinchi daraja hatto to'liq olib tashlansa ham 6-10 yildan keyin qaytib kelishi mumkin. Uchinchi darajadagi o'sma yomonroq shakl operatsiyalardan 2-3 yil o'tib qaytishi mumkin. To'rtinchi darajadagi o'sma bu asl miya saratoni. Uni olib tashlash mumkin, lekin u 1 yil ichida yana paydo bo'ladi. Hammasi sizda qanday turdagi o'sma borligiga bog'liq. Agar bu birinchi darajali o'sma bo'lsa, uning kattaligidan qat'iy nazar, uni muvaffaqiyatli olib tashlashimiz mumkin. Umurtqa muammolariga kelsak, biz eng ko'p uchraydigan va eng oddiy muammo bu disk kasalligidir. Bemor bizga bel og'rig'i va oyoqlarga tarqaladigan og'riq bilan keladi. MRT qilinadi va orqaga siljigan disk nerv bosayotganini aniqlaymiz. Bu biz duch keladigan eng oddiy va eng keng tarqalgan muammolardan biri. Disk kasalligi umurtqa kanalining torayishi, bu esa siatik nervning yoki nerv og'rig'ining sababchisi bo'ladi. Biz har kuni bunday muammolarni operatsiya qilamiz. Murakkab muammolar umurtqa pog'onasining yuqori qismida paydo bo'ladi. Bu aynan shu joyda yuqori darajadagi murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajaramiz. C1, C2 fiksatsiyalari, atlasning darsal chiqishi, invaginatsiya kabi operatsiyalarni biz shu yerda amalga oshiramiz. Bu operatsiyalarni xavfsiz bajarish uchun biz doimo navigatsiya tizimidan foydalanamiz.